Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 5-oyning 30-kuni shanba. Sizlarga nazaraq uchurlarni yetkazib qo'yay deb bu yerga chiqdim. Bugungi uchurni navbatdagi vaziyat haqida deb tushunsanlar bo'ldi. Vatan haqida yangi uchur deb tushunsanlar bo'ldi. Ikkisini sal birlashtirib qilmoqchi. Endi hozir eng cho'ng xabar Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi. O'tgan hafta cho'ng Uyg'urlar uchun bir cho'ng xush xabar bo'lgan ishlar yuz berdi. Ya'ni bu Uyg'ur qonuni Avam palatasidan muvaffaqiyatli oldi o'tdi. Faqat bir odam qarshi turib 413 odam qo'llab o'tib ketdi. Men buni oldin qattiq videodim degan. Bu asal o'tib ketdi deb o'tib ketdi. Endi yana bir Uyg'urlarniki cho'naq kutgan yana bir narsa asli tunugun bo'lmoqchi. Tunugun Donald Trump maxsus Xitoy haqida bir muxbirlar yig'inini chaqirib bir qism narsalarni e'lon qildi. Shuningda aslida shu Donald Trump o'ng'uchilik bu Uyg'ur qonuniga imzo qo'yib, shuni tang e'lon qilamdikin degan umidi bo'lgan. Buni yolg'iz Uyg'urlarla bunda umid qilmay, shu Amerikadagi bir qism cho'ng matbuotlarmi shunday faraz o'tirib qo'ygan. Men bu vaqtda Facebook uchun chiqarib qo'ygandim. Lekin u ish yuz bermadi. Keyingi meni anlaganimda bu qonun loyihasi Donald Trumpniki ustiliga bormabdi deb anladim men. Rost shunday emasmi bilmayman. Lekin Donald Trumpniki bunga imzo qo'yadigan 10 kun vaqti bor ekan. 10 kunning ichida imzo qo'yish kerak. Agar imzo qo'ymasa avtomatik holda bu rasmiy qonun bo'ladi ekan Amerikaniki tuzumi bo'yicha. Shunga bu qonun loyihasiniki rasmiy qonun bo'lish ehtimolligi nihoyatda cho'ng. Ashta deb o'ylasak bo'ladi menimcha hozircha. Endi meniki qarindoshlarga sal deb qo'ydiganim ba'zi joylarda hamma umidni bir yerga bog'lab olsak, agar keyin biz kutgandek bo'lmay qolib qolsa, nihoyatda qattiq umidsizlanish, irodasini bo'shatib qo'yish ahvollari kelib chiqadi, tushkunish ahvollari. Shunga bu ishlarda nihoyatda astoydil o'ylanish kerak. Amerikaniki bu chiqarmoqchi bo'lgan qonun loyihasi chet eldagi mana shu Uyg'urlarga nihoyatda og'ir darajada ziyonkashlik qilgan Xitoy hukumat amaldorlarining chet eldagi manfaatiga zarba berish orqali ularga ta'sir ko'rsatadi bu. Lekin Uyg'urlarniki hozirgi asosliq manfaati vatanda. Masalan, bizniki eng cho'ng orzu qilgan narsamiz Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan zulmni to'xtasa, hozir Xitoyniki Uyg'urlar ustidan epirayotgan cho'ng vayronchilik, cho'ng ziyonkashlikka to'xtasa, chet eldagi Uyg'urlar vatanga bora olsak yoki hech bo'lmaganda vatandagi urug' tuqqanlarimiz bilan erkin ozoda aloqalashib, ahvollarni egallab, ashta qila olsak degan mushu orzuda. Uyg'urlarning cho'ng manfaati mushu edi. Endi mush nuqtadan aytgan joyda Amerikaniki bu qonun loyihasi u jihatdagi ishlarni cho'ng yuqori darajada hal qilib bermaydi. Uning ta'sir ko'rsatadi, lekin hal qilib bermaydi. Uyg'urlarniki asosliq manfaatiga unchalar cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga bu narsalarni dastlabdan tortib bilish kerak. Undaq bilmay hozir hamma narsani Amerikaga bog'lab qo'ysak, keyin u ish bo'lmay qolib qolsa, azoblanish kelib chiqadi. Endi bu qonun loyihasiniki Uyg'urlar uchun bo'lgan ahamiyati uni so'z bilan ifodalagili bo'lmaydi. Buni muayyanlashtirish kerak. Men Amerikaga yangi kelgan vaqtimda Uyg'urlar ko'p emasdi. Biz Amerikaliklarniki tunishlarimizniki yig'ilishga borgan, necha qatim berib, shu yerda gap qilgan, paranglashgan vaqtimizda bizniki shaxsan meniki qilgan asosli gapim Uyg'urlar haqida edi. Ba'zi kishilar bu atgan paraning tang yerimiga kelib qilib, Uyg'ur degan gapni ko'p anglab, keyin turib ketib, erkin bu Uyg'ur degan yeydigan narsami, kiydigan narsami deb so'raganlar bor. Demakchi, Amerikada Uyg'urlarni shu darajada tushunmaydigan odamlar bor edi. Hozir butun dunyo Uyg'ur desa bildigan bo'lib ketdi. Bu Uyg'urlarning tarixida nihoyatda bir zo'r ilgirlash, yaxshilik taraf, yaxshi jihatdan. Buni muayyanlashtirish kerak, lekin umidni butunlay Amerikaga bog'lamaslik kerak. Men azaldan bir gapni deb keldim. Uyg'urlar ichida jidallar jiq. U jidallarniki birisi sen nimani talab qilsa, sen nimani talab qilmading deb urishga ishlar ko'p chiqadi. Agar sizniki o'tib qo'ygan talabingizni bijirib beradigan bir odam bo'lsa,
onunğa bir talabni o'tirib qo'ysangiz, bu talabniki qiymati bor. Undaq bo'lmaydigan qiymati yo'q uniki. Ani Uyg'urlarning masalasi kelgan vaqtida bizniki, hammamizniki mustaqil bo'lib, Xitoyning iskanjasidan qutulib, bir haqiqiy insondek yashash orzuyimiz bor. Bu hammaning o'rtaq orzusi. Buni e'tirof qilmaydigan odamlar yo'q, Uyg'urlar yo'q. Agar haqiqiy Uyg'urlar bo'lsa, buni e'tirof qiladi. Lekin bu talabni o'tirib qo'yish bilan uning qancha qiymati bor degan narsani o'ylash kerak. Meniki, men bu jihatda ko'p o'ylangan. Bizniki talabimizni desak, biroz qiymati bor yerning ikkisi bor. Birisi Alloh. Agar Alloh bizniki mana iltimosimizni, duolarimizni qabul qilib, Uyg'urlarga yordam qilmasa qila oladi. Lekin hozir qadar Uyg'urlarga bu jihatda bir bisharati kelgani yo'q. Buni men shaxsan bilmayman. İkincisi Amerika. Hozir dunyoda Xitoyga qarshi birdan-bir o'tirib chiqa oladigan davlat Amerika. Amerikaga yana butun xalqaroning yordami bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ikki yo'l. Mush ikki manbadan agar sen nima talabing bor desa, biz mustaqil yashaymiz, Xitoyning qo'lida yashamaymiz deb o'tirib qo'ysak, buni qiymati bor. Boshqa odamlarga bu gapni damduq demamduq nim deymiz, qiymati ancha cho'ng emas. Albatta, sorun bo'lgan chaqda agar fursat bo'lsa bu gapni deb turish kerak. Lekin qandaqdir bir odamlar mushkaplarni tutilib, pochka esilishniki hojati yo'q. Boshqalarda qandaq deyishlarniki odatda qiymati bek cho'ng emas. Shunga bu narsani bilish kerak. Endi Uyg'urlarning ishini aytaman deganda bir narsani deb o'tib ketdim. Hozir biz yordam qiladigan Amerika, andiki xalqaroning yordami bo'lishi kerak deb. Agar mushlar bo'lmasa, bizning ishimiz tez hal bo'lmaydi. Buni Xitoy obdan biladi. Xitoy obdan bilganlik uchun hozir qo'rqmay turib mushlarni shiltivatadi. Mushqatimki, shu Uyg'ur kishilik qonuni haqidami Xitoy shuna jimjit turgan, toki tunugunga qadar Xitoy davlat ichida tashkilotlar yo'q, hech qanday Uyg'urlar ish qilganmagan. 29-yilda bir bayonot e'lon qildi. Amerikaniki Uyg'urlar to'g'risidagi qonun loyihasi haqida. 29-yilda e'lon qildi. Vatanniki xalq uni burun anglab bo'pti ekan. Endi vatandagilar uchun bu bak cho'ng xabar. Ayta boshqa quloqni quloqqa berdi ekan, lekin hukumat jihati jim turib olgan amdiroq e'lon qildi. Shunga bu yerda mening demoqchi o'g'lim, biz butun umidni shu bir qonun loyihasiga bog'lab olsak bo'lmaydi. Amaliyotda bizniki ishimizning eng oxirida kim hal qiladi desa endi o'zimiz. Bu tarixda bo'lgan ish bu. Yahudilarni bilasizlar, Yahudilar 3000 yil sargardar davlat yo'q yashab yurib, keyin o'zining davlatini qaytarib oldi. Lekin ularniki besib o'tgan intayin muhim qadam bosqichlar bor. Bu masalada men azroq to'xtalman. Haqiqatan azroqdan to'xtalishim mumkin. Bu bek cho'ng tema, bu yerda so'zlab bo'lmaydi. Bu gamim mana shu diksiyaga tayyor qilish jarayonida xos gaplarni desam bo'lar deb shunday ko'p o'ylandim. Nima ish qilsanglar bu gap bakchi hozir deydigan gaplar bu qisqa vaqt ichida deb bo'lmaydi. Sizlarning bak ko'p vaqtinglarning og'imi yo'q. Bu qatam men diqqat qilgan yana bir narsa, chet eldagi Xitoy demokratchilari Uyg'ur masalasini, Amerikadan chiqqan Uyg'ur qonunini bak ko'p tilg'ib ketmadi. Men leksiyasini anglaydigan kishilar. Buni men burunmi bilatdim. Buni sizlarga degan, agar shu Xitoyniki hokimiyatida agar o'zgarish bo'lib qolsa, butun Xitoy millati Uyg'urlarniki mustaqil bo'lishini yana xolamaydi. Agar siz har qanday bir yaqin do'stingiz bo'lsin, adamingiz bo'lsin, paranglarni qilib kelib, agar mustaqil to'g'ri gap chiqarsangiz, bular jimni bo'ldi yoki qarib oladi. Buni mushqatim meni ko'rdim. Shu o'zlarini demokratiya deb atib olgan Xitoylarniki qilgan bergan leksiyalarda Uyg'ur qonuni ancha ko'p tilg'anilmadi. Biroz umidsizlandim shaxsan. Lekin buningda biz o'zimizda bir to'liq tushuncha, to'g'ri tushuncha bor bo'lishi kerak. Bo'lmasa xato kutish bo'lib qolsa, keyin qattiq umidsizlanib ketamiz. Bu ishni bir dafqa dedim. Bu Uyg'ur qonuni haqida ko'p degan qarindoshlar so'zlayotdi. Men bunda to'xtalmayman. Meniki bu navbatdagi vaziyat haqida degan birinchi videorimda bu qonun loyihasiniki 4 cho'ng mazmuni haqida to'xtaldim. Agar bilib olay desangiz, shuni qayta ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zini emas u. 5 minut ichida anglab olsanglar uni. Shuni ashta qilib olsanglar bo'ladi. Endi vatanning ahvolida yana masala og'ir. Xitoy hozir borgan sari kontrolni kuchaytiryapti. Kontrolni kuchaytiryapti deganda Uyg'urlarniki erkin harakat qilish
erkinligi burunqidan bak bo'g'ib tashlandi hozir. Hozir Uyg'urlarning telefoniga ikki xil Urumchidagilarga ikki xil app qo'llanadi ekan, o'rnatibdi majburiy. Andagi ishiklariga o'yina tekshiradigan narsalarni jiq o'rnatibdi. U appniki birisi Urumchining ichiga ishlaydi ekan, yana birisi sirtiga. Urumchidagilarning sirtiga chiqishi asosan mumkin emas ekan. Chiqolmaydi ekan bularni. Sirtlarning Urumchiga ketishi ancha mumkin emas. Ashta bir ahvolda bo'g'il turibdi. Ondan keyin meniki shu oldingi hafta menga eng cho'ng ta'sir qilgan xabar Uyg'urlarning sarxillarini kesib o'tibdi. Men burun ularni bir yerga shu nima saqchi o'rinlarida saqlab turib o'tibdi degandim. Menga yangi kelgan uchurda bularning hammasi kesib o'tibdi. Eng yeniga 11 yil uzunlarga muddatsiz. Bularni kesib turmalarga taqitib ashaq ketib qopti. Bu shu o'tgan yillarda bo'lgan ishkan xabar menga endi keldi. Men bu xabarni inglizcha yozib Twitterga chiqarib Twitterda jiq bahrlandi bu xabarning o'zi. 500 dan jiqroq odam inglizcha Twitterda bahrlanibdi, ko'p tarqaldi. Andaki ko'p necha muxbirlar aloqalashdi men bilan. Konkret uchur bormi, kimniki qanchalik kesilganligi haqida deb. Men bir qismlar uchurlarni to'plab munosabatlarga yo'llab berdim. Demak, biz o'zimizniki sarxillardan hozircha mana shunaqa bir holat ekanmiz, ulardan ayrilibmiz. Ular turmaydi ekan hozir. Endi u qislar Xitoylarniki maqsadlarga ularni tirik chiqish maqsadi yo'q. Shunaqa uzun muddat kesib o'tish, 15-20 muddatsiz kesish orqali bularni asosan yo'q etish plani bor bularniki. Chiqqanlardan bir qanchasi bor. Ularniki ahvoli yaxshi emas, salomatligi yaxshi emas. Anikin ro'yxatda sog'lom emas ahvollarni angladik. Shunga bu jihatdagi ahvolimiz intayin ichinishli hozir. Yana bir xabar meni anglaganim bir nahiyada to'liqsiz o'rta maktabning bolalarini o'qishdan to'xtatib, bir yillik ishchilikqa ma'ndirib o'tibdi. Qul ishchilik qildigan zavodlarga ma'ndirib o'tibdi. Buni men burun faraz qilgan, sizlarga buning cho'ng jihatdagi ahvollarini deb bergan. Uni nima desanglar, Xitoyniki aslidagi plani Uyg'urlarniki 3dan 1 qismini o'ltirib o'tish, 3dan 1 qismini sulib o'tish, 3dan 1 qismini o'ttira asrining saviyasiga olib qo'yish. Bu gap pek muhim. Bu gapni men anlag'ali xil uzun bo'ldi. 1 yildan burun anlagan Xitoyniki cho'ng planini. Buni hozir birdan qilyotdi. Hozir garchi yine Uyg'urlarning bolalari maktablarda o'qiyotgan bo'lsa-mu, Xitoyning maqsadi hargiz ularni o'zlari bilan raqobatlasha kuchli odamlar qilib yetildirish emas. Faqatlam xalqaroniki ko'zni bo'yash uchun bir qism ishlarni qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda imkon bor ularni pastga tortyotdi. Ma u to'liqsizning bolalarining ishchi bo'lib ketishi buning bir misoli. Bunday ishlarni bundan keyin anglaymiz. Meniki o'zimning farazicha. Ondan keyin G'ulji tarafdan xabar keldi menga. G'ulji tarafdagi Uyg'urlarniki 80% yenilamkin lagerda ekan. Bir joyda 8 jazo lageri bor ekandik. Uniki 4'i itilibdi. 4'dagi odamlarni qo'yib yetibdi, qolganlari yana bor ekan. Qolgan Uyg'urlarniki 80% da hozirmi shu sulaqda ekan, lagerda yoki zavodlarda deydi. Qozoqlardan 30-40% gachalik lagerlar ekan. Bu shuni anladim. Ondan keyin hozir Xitoylar Uyg'urlarniki yangidan tug'ilgan bolalardan tortib 6 yoshgacha bolalarni xotirlash ishida omlashib turibdi. Qattiq tizimli qilib turibdi. Mana shu kichik bolalarni. Bunun da yine qanday shumliqlar bor, huquqlanmaydi. Ondan keyin taki yaqin qadar Xitoylar Uyg'urlarniki shu ko'p tug'ish bahanasida Uyg'urlarni qattiq jazolagan. Bu 2dan ko'p bolasi borlarni jirimani qo'yib, buni qilib sulab, nayt qattiq vayron qilayotgan. Endi yaqinda 2ni tug'ish tashviqoti bo'lib turibdi. Bu Xitoylar qartilganmi uqmadim. Men shu tashviqotlarning o'zlarini ko'rdim ba'zilarini. Xitoylarga endi agar 2 bola tug'sang mukofotlaymiz degandek narsalar o'tirib chiqibdi. Uyg'urlarniki bu jihatdagi ishlar qanday bo'ladi, huquqlanmaydi. Yana bir cho'ng masala Xitoy hukumati chet eldagi Uyg'urlarga yana nihoyatda cho'ng hujum boshladi. Xitoy hukumati izchil turda chet eldagi Uyg'urlarni bir taraf qilib o'tishni planlab, har xil taktikalarni o'zgartirib, ashta qilib kelgan. O taktikalarning birisi burun chet elga chiqqan jasuslarni akitib yangi odam chiqarish degandek.
Yaqında bu ishni qaytadan kuchaytirdi. Buning sababi nima deganda, hozir Amerikaniki Uyg'ur masalasida qattiq turishi bilan chet eldagi, anandagi vatandagi fojianiki eğrilish bilan chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari bag'anasi kuchayib menyapti. Bo'libmi dunyo Uyg'ur qurultayiniki boshlamchiligida hozir chet eldagi 60 tak tashkilotlar hamkorlashib ish yapardigan bir xil ahvol shakllandi. Bugunmi bir yig'in ochildi, masalan, shu 60 tak tashkilotniki rahbarlari bilan. Aşağı boğaşqa Xitoyniki chet ellik Uyg'urlarni parchalab yo'q qilib o'tish suiqasdi amalga oshmaganligi uchun bular bu jihatdagi harakatlarini texmi kuchaytirdi. Bo'libmi ijtimoiy tarmoqlarda bu jihat ilib berayotgan ishlar ko'p. Hozir shu chet eldagi Uyg'ur tashkilotlariniki rahbarlariga hujum qiladigan narsalar nihoyat ko'p. Buniga diqqat qilinglar. Bir narsa ko'rsanglarkin aldirablam uni ovoz qo'shib, uni qo'llab, uni erishib ketmanglar. Bir yeni narsalarni ko'rsanglar, masalan Facebookda bu kim yozibdi deganga qarab beqinglar, odam tekshirib beqinglar. Bir normal ismi bormi ekan, kimligi bormi ekan, bu hisobni qacha ochgan ekan buni. Sal diqqat qilib beqinglar. Agar u odamning o'zi normalsiz, kimligi aniq emas, ismi yo'q yoki o'zining rasmi yo'q, o'zining oilasi turayotgan yeri to'g'risida hech qanday uchur yo'q. Ashta chet eldagi tashkilot rahbarlariga hujum qiladigan narsalarni ko'rsanglar, unga erishib ketmanglar. Undaq odamlarniki cho'qim Xitoyning odam bo'lib qolish ehtimoli bak cho'ng. Agar ular erishib qilsanglar, sizlar Xitoy maydonida turib Uyg'urlarga zarba bergan bo'lasizlar. Shunga bu narsalarga bak diqqat qilish kerak. O'ylab beqing. O'zingiz uqmaydigan, tunmaydigan, anglab boqmagan, burun qanday qilib boqqanligini bilmaydigan bir odamlarniki gapiga egashsangiz, siz nima bo'lib qolasiz? Uni chiroyli gap bilan aytsak, siz nodon bo'lib qolasiz. Satrak yapılan desek, siz dört olup kalsınız, akılsız olup kalsınız. Bunda işte, bundan da cirak duruş gerek. Andi hazır alıqı chet elde şu palet eper bitip, şu özümüzdeki Uygur namideki hücumlar tüpeylerden nayeti köp zərbi yap ketip atkan qarindaşlarımız var. Benim pek içim ağrıydı. Şuna aşkına hemden bolup kalmasak, abaytı degендek. Bunun içinde Xitoyning adamları bu qilish ehtimoli bek ko'p. Hozir Xitoy ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan Xitoylarniki cho'chak tarqitish qo'shini 20 milliondan oshadi. Menga gap diqqat qiling, 20 million qo'shini bor bularniki. Men buni sizlarga degan Sharqiy Turkistondagi mana Xitoyniki Anchontin degan o'rni bor. Ashadimi ashning ichidagi eng cho'ng boshqarma so'z cho'chak boshqarmasi. Ularda bir boshqarma bor. Chet eldagi Uyg'ur palatchilarini tahlil qilib, kimga nima desak zarba yelaydi, kimga nima desak boshqalar agishib hujum qildi degan narsani qilgan bo'lim bor bularniki. Shu bu narsa hech qanday vaqtda esimizdan chiqmasin. Agar uni agishib chiqsa, Xitoylar hamkorlashgan bo'lib qolamiz. Shunga bu jihatda bak diqqat qilsak. Endi hozir chet eldagi Uyg'urlar ichida cho'ng temalar ustida çok ko'p bas munozaralar bo'lyotdi. Diqqat qilsanglar, men ularga ancha qatnashmayman. Sababi nima degan chog'da birisi bek oldirash, ikkinchisi ancha zaruriyati yo'q. Ammo ba'zilar bor, men aralashmasam bo'lmaydigan zaruriyati yo'q. Meniki o'zimning vaqti bek qis. Hozir shundoq tirishsam yetishmay ketyapman. Ashta bu boshqa bu vaqtim bilan zehnimni sal navbatdagi vaziyat bilan munosabatdagi ishlarga ishlatay deb o'zimni qattiq kontrol qilaman. Vaqtim bilan zehnimni qattiq kontrol qilaman. Mushiyatdan ko'p ishlarga aralashmayman men. Endi meniki mush munosabat bilan yoshlarga deb qo'yadigan tavsiyam shu. Hamma ishlarga aralashishning hojati yo'q. Chet elda bir qism odamlar bor. Uzun muddat ma'lum bir yo'lga kirib jon beqiyotgan. Ularniki qilayotgan ishi degan gaplari, agar chet elda yuz berayotgan hamma narsani biz eng aqlliq, eng to'g'ri ish bilan eng aqlsiz, dot, nodon ish deb tizib chiqsak, shundoq bir qism odamlar davomli mush tuvanda ish faoliyati olib boradi. Qanday masala o'tirib chiqishni qat'iy nazar bulardan eng tuvanda ko'rdi odam. Endi bir qism o'tirdiki kishilarimiz ko'zni ashlag'i tikib olib, u aniq deb ketdi, bundaq qilib ketdi deb bularni to'sishga yoki aralashishga ashta qilib og'rib ketadigan qarindoshlar bor. Yoshlar sizlar unday odamlardan bo'lib qolmanglar. U odamlarni, tuvanlik odamlarni to'sish mumkin. Agar ba'zilarini to'sib olmaydi. Men bildigan, men o'zimning hayotida uchratgan necha odamlar bor. Sen nima desang da men o'zgarmayman deydigan odamlar bor.
u odamlarga iloji yo'q. Ashta yaratilgan. Alloh insonlarni ashta rang-rang yaratib etgan. Ashta bo'lg'achqa insonlarni bir qilibga akiraman deyish mumkin emas. Xitoyda Tunisi shang degan gap bor. Xitoyda ideyani birlikka keltirish degan gap bor. Amerikada uning aksi bor. Amerikada diversity deydi. İdeyaniki rang-rang bo'lishini, insonlarning rang-rang bo'lishini, fikrining rang-rang bo'lishini tashabbus qildi Amerikada. Xitoyda bo'lsa, hammani birlikka keltiraman deb ashta qaraydi. Lekin hammani birlikka keltirish, kishilarning ideyasini birlikka keltirish Allohniki qonuniga xilof. Alloh insonlarni yaratgan emas. Shunga har qanday bir ijtimoiy masala o'tirib chiqsa, agar 10 odamdan bir ijtimoiy masala haqida 10 odamning fikri so'rasangiz, uni qilib gap qildi. Uni qilib o'xshagan ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Insonlar ashta yaratilgan. Bu xuddi bir adam mashinaning ma tarafini ko'rsa, merdagi adam, a tarafidagi adam a tarafini ko'rgandek ish bu. Nuqta nazar o'xshamaydi. Shu bilan birlikka turib bo'lmaydi. Siz agar shu eng tufanlik odamlarni to'sib qo'ysangiz, eng yaxshi ahvol ularning jim turishi. Lekin ularniki boshqa ishlarni qilib ketishi, bir qism odamlarniki millatga noiti cho'ng to'p qo'shgan ishlarni qilib ketishini atayin. Shunga avaro bo'lmang. Kuchingizni uningga isrof qilmay, o'zingiz to'g'ri degan ishlarni qilib ketavering. Meniki yoshlar deydigan narsam shu. Yoshlarning oldidagi vazifa bek ig'ir. Men hozir har qatimliq videoda mana shunday deyapman. Uyg'ur millatniki oldidagi vazifa bir uzun safar bo'lib qolishi mumkin. Bizning o'zimizning taqdirimizni o'ngshash bu musofa nihoyat uzun berib ketishi mumkin. Shu jarayonda agar biz o'tgan qatim degan to'g'ri ishlarni tep qilib, ishlarni to'g'ri qilib yashaymasak, manzilga yetolmaymiz. Yahudilarning bir alaylığı var. Men buni ehtimol ko'pincha bilasizlar. Yahudi dunyodagi butun millatlar ichida savodlikni 100% amalga oshirgan birinchi millat. Butun xalq savodlik bo'lgan millat bu. Ashta bo'lg'achqa ayni vaqtda Yahudilar garchi o'zining davlati bo'lmasa-mu, o'sha Yevropada yashab yurgan Yahudilar davomli shaharda xizmat, qalam bilan qiladigan xizmat chiqsa, Yahudilarni akib ishlatgan bo'ladi. Şu Yahudilarniki shu iqtisod, ondan keyin kinochilik, shu media, mush sohalarda kuch qo'lkuchini sabab shu. Bular uzun muddat ash sohada ishlagan bular. Savodli bo'lganligi uchun. Yevropadagi davlatlarniki o'zining xalqi unday emas, Yahudilar savodli bo'lganligi uchun Yahudilarni ko'p ishlatgan mush sohalarda. Shunga bular dunyodagi eng qiyin kasb, eng aql talab qiladigan kasblarga kiritib, keyin o'zining davlatini asliga keltirishda mush omillar intayin muhim rol o'ynadi. Uyg'urlarmi biz o'zimizni chiniqtirib ash saviyaga olmasak bo'lmaydi. Agar hammamiz yana oson yo'l bilan jabaqimiz deb shu yo'lga kirib olsak, bizning ishimiz hal bo'lmaydi. Shunga men bu jihatlarda hozir to'xtamay yoshlarga da'vatgan gapatishim sabab shu. Chuqur belni qattiq bog'lab bir mukammal odam bo'lishga tirishmasak bo'lmaydi yoshlar. Ashta qilmasak bizning ishimiz eng oxirida tas. Bu jihatda hozirdan boshlab qattiq tayyorlik qilish kerak. Endi men bu yerda munozaraga aralashmayman degan men bir narsa alishib qo'yay. Yaqinda Abdullaynimizniki Uyg'ur buloq degan kitobining ishi bilan hozir nurg'un talash-tortish bo'lib ketibdi. Men to'liq ko'rib olmadim. Bir qismini ko'rdim, bir qismini boshqadan angladim. Uni bu kitobniki bu kitob yozilib bo'lgan chaqda uni nusxa bostiradigan ishni Uyg'ur Project fondidan qo'llagan. Onun da asas sebep oynayan adam men. Andi Abdullah ibnimizniki qalami kuchliq, o'zi bir yuqori talablar yashaydigan ziyoli. Ashta boshqa bu kitoblardami cho'qim kitob udan chiqdi deb ashta ishonch bilan qildim bu ishni. Endi hozir bu to'liq gaplar bo'lib ketibdi. Endi chet elda bu kitob qandaqdir chet eldagi yosh bolalarga majbur o'tiladigan darslik emas. Bu xohlagan kishilar foydalansin deb chiqqan narsa. Bizniki hozir chet eldagi Uyg'urlar ichida qandaqdir bir umumyuzlik majburiy ish olib boradigan undaq bir mexanizm yo'q chet elda. Bu kitobning ishi mana shundoq. Uni o'qigan chog'da bir qism odamlar uni yaxshi ko'rdi, bir qism odamlar yaxshi ko'rmaydi. Shu yaxshi ko'rganlar o'qib foydalansa bo'ladi. Yaxshi ko'rmaydiganlar endi buni qandaqdir bir ig'ir masaladak o'ylab ketishning hojati yo'q. Endi mush kitob yozilib o'tirib chiqqandan keyin hozir nurg'un ziyolilar nurg'un savollarni o'tirib qo'ydi. Bu intayin yaxshi ish. Agar ash kitob yozilmagan bo'lsa, shu savollar o'tirg'a tushmaydi. Bir qism mujmal masala hal bo'lmaydi. Meningcha kelgusida Uyg'urlar
chet ellik uyg'urlar tashkillanib ziyolilar mush jihatda bilim bor tajribasi bor kishilar bir tashkillanib chet eldagi uyg'urlar uchun shu til adabiyot tarix bir qism sohasida yaxshi darslarni tuzib chiqsak bo'ladi. Unday ishlarni Uyg'ur Project fondini qo'llaymiz biz. Ashta qilib chiqsak bo'ladi. Mana bir boshlanish deb tushunaylik. Har qanday bir projekt qilgan joyda uni dastlab bir odam boshlaydi, keyin qolgan odamlar to'liqlaydi. Shunga bu kitobning masalasimi men qarindoshlardan bu bir boshlanish, kim buni yaxshilaymiz deb ashtara qabul qilsa bo'ladi. Buni ijobiy tarafga burayli, bir-birimizga zarb berib o'tilgan yoki ujuqtirib o'tilgan bu sohada ish qilmaydigan kishilarni bunday ishlardan saqlanaylik. Bugun men yoshlarga yana qanday huquqimni desam bo'ladi deb ko'p o'ylandim. Bu mening demoqchi bo'lgan nasarim bakchiqdi. Hozir video uzrab ketdi. Men bugunkini demay turay. Bugunkini demay turay, aslida nayt bir muqim qumbat, muqim qumli deb qo'yay. Sizlar o'ylanib beqinglar. Uni men kilarga misol tafsirroq tushundiray. U nima desanglar, men Will Durant degan bir odamniki kitobini o'qiyapman. Tarixiy savodlar degan bir kitobini. Bu kishi o'zi amerikalik tarixchi. Bütün insoniyat madaniyatlashish tarixini xulosalagan bir kishi bu. Amerika prezidentiniki prezident medaliga erishgan ekan. 6 tomlik kitobi bor ekan, undan boshqa nurg'un kitoblar bor ekan. Kitob chiqqan Amazondan izlasanlar Will Durant. U odam insoniyatning madaniyatlashish tarixini xulosalagan bo'lg'achqa, insonlarniki hayotining hamma sohasiga kirgan ekan. Hamma sohasiga. Bunun ichida dinmi bor, biologiya deymiz, iqtisod, shu nurg'un sohaga kirgan ekan. Madaniyat. Ashta kirib yakunlab chiqqan narsalar bor ekan. Menga ta'sir qilgan bir yakuni bor. Bunda deydi. Madaniyatni millat barpo qilmaydi. Balki millatni madaniyat barpo qiladi. Madaniyatni millat barpo qilmaydi, balki millatni madaniyat barpo qiladi. Coğrafiyalik, iqtisodiy va siyosiy sharoit madaniyatni vujudga keltiradi. U madaniyat bo'lsa, inson turini vujudga keltiradi. Uyg'ur madaniyatiniki mahsuloti. Uyg'ur madaniyatida islom madaniyati, islom aqidasi intayin muhim o'rin olgan. Uyg'urlar islom dinini qabul qilgili 1000 yildan oshdi. Bu 1000 yilniki oldingi yarmida Uyg'urlar O'rta Osiyoni so'rab yashadi. U chaqda Uyg'urlarniki tutgan yo'li Uyg'ur va boshqalar degan yo'lni tutgan. Nurg'un millatlar o'zlari Uyg'ur bo'lishga intilib, Uyg'ur bo'lib ketgan shu chaqlarda. Uyg'ur degan so'z turkchada madaniyat degan ma'noni bildirdi ekan. Bu nima ish qilsa Uyg'urlarning madaniyati intan taraqqiy qilganligi uchun. Shu davrlarda bo'lgan ishlar. U chaqda Uyg'urlarning milliy ruhi ilohiy darajasiga ko'tarilgan. Bu jihatda bizning intan shonliq tariximiz bor. 15-asrdan keyin abatinki Uyg'urlar va boshqalar degan yo'l musulmonlar va kofirlar deganga o'zgargan. Ashtaq o'zgarib Uyg'urlarmi o'zaro bir-biriga dushman bo'lib ketgan. Islom dinini qabul qilgan Uyg'urlar bilan qabul qilmagan Uyg'urlar o'tirsa ziddiyat tug'ilib, o'zaro urushib, 15-asrdan keyin Uyg'urlar tuanga qarab menib, eng oxirida bugungi kunga qoldik. Bu ishlarda meni demoqchi bo'lganim qandaqdir bo'liqi islom diniki sayoligi bor demoqchi emasman men. İslam dinini qandaq targ'ib qilish, qandaq tushunish, qandaq yo'lga qo'yish, mushunlar munosabatlik. Gerçi biz 1000 yil islom dinida turib, oldingi yerimizda shunchalik gulinib, qudrat tepib, oxirgi yerimizda tushib ketgan bo'lganligimiz uchun bizning tutgan yo'limizdagi farq mushtaq natija keltirib chiqargan. Meniki tushunishimcha Abdulla Edimizniki yozgan kitobimi shu 15-asrdan keyingi bir qism tarixiy afarlarni yozildi. Buningga nayt tizlamdagi nima deymiz?
agar nihoyatda kangri bilim bo'lmasa bu sohada ishlik baho berib bo'lmaydi bunday narsalarga. Shunga halqi bir ish to'g'riliq hukm chiqarishdan burun men bu hukmni chiqaradigan uchurlarning hammasini bilamanmi? Menda bu ish to'g'riliq hukm chiqarishga zarur bo'lgan bilim, arqa ko'rinish bu narsalarning hammasi bormi deb o'zimizdan bir savol so'rab chiqishimiz kerak. Men bu yerda hargizmi Abdulla Ayib inimizni yüz to'g'ri demoqchi emas. O inimizmi bir adam. Aşındaq bir çoğun məslini bir adam öz yalğız yazğalığı üçün onunda xil köp səvəliklərindəki buluşu muqarrar bu. Şuna bunu bir başlanış da düşünəyli. Yəni bir kənraq dairəni yapıb atqan çağda Uyğurlarındakı bunundan keyin qanday yaşayışımız bizim kəlgüsü təqdirimizin belirləyidi. Hazır bizim təqdirimizdək eniq emas. Qandaq buldaqlığı eniq emas. Vətəndə bizdeki ziminimiz, xalqimiz intayin ağır derecede veyran болып ketdi. Hazır gerçi Amerika'da müştaqnaydı çoğun iş buatkan bolsa mı? Xitay'niki Şarkı Türkistan'da tutuvatkan yolu hazır elip atkan işlerine hiç qandaq təsir göstərgəni yok. Ben aslında hazırkıdak xalqara besiminin tüpəlidin Xitay sal çüçüp biz maqvatkan bir qism işlerimizin sal toxtasaq bulamdı ekan. Keyin shu xalqaradan bir tashrish umiga kelib Sharq Turkistonga tashrish olib borib qolsa biz qanday qilamiz deb biroz o'zini sal bir tizginlandik deb o'ylagan, umid qilgandim. Lekin hozir qadar meni egalgan ushurimda bu jihat o'zgarish yo'q. Xitoyniki Sharq Turkistonda elib borayotgan qurilishlarni kuzatib turadigan adamim bor meniki, do'stim bor. To'xtamay shularni tekshirib turadigan. Xitoyniki Sharq Turkistonda elib borayotgan qurilishlarda planlarda o'zgarish yo'q. Davamlaşmatıdır. Yalnız undaq bo'lib qolmay, Xitoy Sharq Turkistonda yapayotgan qurilishlarning ichida intayin cho'ng ko'lamlik yer osti lageri bor hozir. Ashta qurilish boshlandi yangidan. Ashta bo'lg'achqa bizning oldimizdagi vazifa og'ir. Ba'zi qarindoshlar alqi meniki mana gaplarimni anglasa, alqi xuddi xalqqa ijobiy tarafdan gap qilib ilhom bermadingiz deganda xalq fikrini qotgan qarindoshlarimiz bor. Ben to'g'ri tushunman sizlarni. Ben bir injener. Ben işte bo'lg'achqa birga birini qo'shsa ishki men paketga asoslanib gap qilaman. Qattiqligi to'qib ba'zi narsalarni yoki faraz qilib o'tirib qo'ya olmayman men. Shunga mening hozir ko'rib turayotgan ahvolim nima bo'lsa, sizlarga shuni deyapman. Shunga bu yerdagi a gaplar bilan ma'noni birlashtirgan vaqtda nima demoqchi desanglar, bizim musofimiz og'ir. Özümüzün içinde buvatkan yaxshi ishlarni qo'llayli. Meniki yoshlarga deb qo'yadigan yana bir gapim bor. Onlarniki bir doisi bor, Atilla deb. Atilla degan onlarning doisi bor. Men Atilla to'liq 3 maqola yozdim. 4-asrda yashagan. Bu Atilla'niki liderlik qobiliyati, nazariyasi dunyoga da'liq. Oliy maktablarda dars o'tadi bu adam. Bu adamniki shu liderlik nazariyalari, liderlik tutgan yo'llari, usullari Amerikaning oliy maktablarida dars ko'p o'tiladi. Ashta bir adam. Bu adamning bir degan gapi bor. Agar hech kim sening orqangdan gap topmayotgan bo'lsa, sen hech qanday ish qilmay o'tibsan deydi. 4-asrda deyilgan gap. Agar hech kim sening orqangdan gap topmayotgan bo'lsa, sen hech qanday ish qilmay o'tibsan deb. Bu gapning ma'nosi nima desa, siz ish qilayotgan bo'lsangiz, cho'qim xalqingizdan gap topadi degan gap. Bu Uyg'urlarniki mevasi yo'q daraxtga hech kim tashlatmaydi degan gapga o'xshash gap ma bu. Ashta bo'lg'achqa hujumga tushib ketmanglar. Ish qilayotganlar. Agar hujum bo'lmasa sizlarga ish qilayotmagan bo'lsa, otlarning gapi bo'yicha aytgan chog'da. Lekin qolganlarimiz o'rinsiz hujumlarni qilib ish qilayotganlarniki irodasiga so'qsiz etmaydi. Qo'llaydigan ish bo'lsa qilayli, bo'lmasa so'qsiz etmaydi. Men mishada sizlarga bir gapni deb qo'yay. Yaqinda men bir ahvolga uchirdim. Naytaliqi biralan menga bir qattiq zarba bermoqchi bo'lganday haq qilib bir gap qilgan ahvolni uchratdim. Kim bir do'stim bilan paranglashib Müştaq ahvollarda, müştaq kishilar qanday muomala qilamiz deganda, endi u kishi bilan biz o'xshash xildagi odam emas, lekin bir saptiki odam.
agar Uyg'urlar uchun foydali ish qilsa qo'llayli. Qolgan taraf kishi o'zining ishi dedim men. Bizda işte pozitsiya bo'lishi kerak. Mening prinsipim shu. Mening bak oddiy mening prinsipim. Agar Uyg'urlarga foydali ish bo'lsa qo'llayman men. U odamniki qanday odam bo'lib ketishini qat'iy nazar. U odamniki menga qanday muomala bo'lgan bo'lishi, menga burun qanday ishlarni qilib boqqan bo'lishi, menga qanday hujumlarni qilib boqqan bo'lishi bilan parvo qilmayman men. Agar hozir qilgan ishi Uyg'urlarga foydali bo'lsa, men uni qo'llayman. Bu shu Uyg'ur Project fondiniki bu tip prinsipi shu. Biz Uyg'urlarga foydali ish qilsa qo'llaymiz. Bütün Uyg'urlarda müştak ruh bo'lgan vaqtida bizning ishimiz olg'a bosadi. Hozir Abadinki gapniki deyishimdagi yana bir sabab Uyg'ur madaniyatidagi bir qism masalalar tufaylidan andan keyin Uyg'urlarniki mana shu 5 asrdagi vaqt ichida kayniga chekilganligi sababidan hozir Uyg'urlarning ichida Uyg'urlarda sapa masalasi bor. Umumyuzlik. Bulutmu şu g'arbniki adamlar so'zlagan chog'da bizda egri darajada sapa masalasi bor. Şu an ait egri ko'p masalalar kelib chiqyapti. Masalan, bir misol ko'rsatay. Yurtvozlik. Yurtvozlik Uyg'urlarda intayin egri. Turkiyada o'xshamagan yurtning adamlariniki o'xshamagan guruhlar bor ekan. Shunga yurtlar birligi degan bir narsa qursak deb yaqinda shu gaplarni o'tirib chiqdi. Bizda hozir birliklar hali jiq. Şarq Türkistanlıqlar, Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliği var, Ölümalar Birliği var, Yurtlar Birliği, anikin usul milletler birliği degan gaplar bor ekan. Ani o'tganda biralar Şarq Türkistan sürgündü hukumat birligi qursak degan o gapni o'tirib chiqdi ekan, keyin u gaplar buzilib ketdi deb tushundim men. Asta qarab ko'rdim ijmo taraflarda. Sababini nima desanglar hozir mening anglashimcha sürgün hükümet Amerika'da 4 sürgün hükümet var deb anladım. Türkiye'de bir sima ikisi bor ekan, Kanada'dan bormay o'qimayman. Uyg'urlarning sürgün hükümetleri hali jiq bo'lib ketibdi. Uning birlik quradigan gaplar bo'lib o'tirib chiqdi ekan. Ashunda mushtaq bir madaniyat, masalan, yurtvozlik madaniyati. Yurtvozlikning o'zimi Uyg'ur madaniyati keltirib chiqargan bir ahvol. Amerika'da undaq yo'q. Amerika'da qandaqdir sizning nerede tug'ilganligingiz sizning hayotınızdaki bir turmushingizdagi muhim omil bo'lib qolgan ish yo'q, qat'iy yo'q. Agar Amerikada yurtni nima deb so'rasangiz, xalq hayron qoldi. Unda o'qib qat'iy yo'q. Bu Uyg'urlarda bor. Mana bir misol qilib aytaman. Shunga yoshlar mushsad izlanish kerak. Uyg'ur madaniyati haqida. Uyg'ur madaniyatidagi bizga foydali omillar qaysi, bizga ziyonli omillar qaysi. Mushu yaqinqi 500 yil, 5 asr ichida Uyg'urlarni oqqa tortib ketgan omillar qaysi? Agar biz ashlarni to'g'ri, ash haqda to'g'ri tushuncha ega bo'lmasak, bundan keyingi yo'limizni to'g'ri olmaymiz. Bu jihatda temalar bakchiq, din jihati mana shundoq, din jihati bizniki izlanadigan nurg'un temalar bor. Men bu to'g'ri keyin ayrim to'xtalman. Meniki yoshlarga bir qilgan tavsiyalarim, agar din o'rganishga yangiroq kirayotgan fikrlar bor bo'lib qolsa, meniki din haqida yozgan maqolalarimni hammasi o'qib beqqanlar bir qatim. Ash bir qatim o'qib o'tib, andan keyin bu sohada izlanish kirsanglar, nayti jiq foyda ko'rasizlar. Men necha yil vaqt chiqarib yozib chiqqan u narsalarni bir ko'rib beqqanlar. Ishqilib bu jihatda bizning oldimizda mang'an yo'limiz bek eg'ir, bek ko'p, uzun. Yoshlar qadamni puxta qilib mang'ayli. Bo'lmasa oldimizdagi taqdirimizning qanday bo'lishini bilmay qolamiz. Andan keyin mana shu yaqinqi ahvollar to'g'riliq qarindoshlar deb qo'yadigan bir masala. Hozir shaxsiylar yoki guruhlar Xitoy ustidan az qiladigan bir ishlar o'tirib chiqyapti. Xitoy hukumatining egri ziyniga uchraganlar. Masalan, ikki misol bor bu yerda. Birisi bu Shimoliy Koreya bir Amerikalikni tutib olib 2 yilda saqlab, 2 yil esimda qolsa 2 yil. Keyin quyayotgan, uni Donald Trump qutuldirib kelgan Amerikaga. Akilib biratidagi o'lib ketdi bola, yosh bola ekan. Hozir uning ota-onasi Xitoy hukumati ustidan arz qilib utdi Amerikada. Tutib nihoyatda ko'p pul utibdi. Buniki bir alayligi bu Yahudi oilasi ekan, bola Yahudi ekan. Ata bo'g'ashqa bu ota-onasi bu Amerikada Yahudilarniki to'rlashib ketgan, bir-biriga faqat yordam qiladi. Shunga Shimoliy Koreyaning Amerikada qanday iqtisodi bor, hamma aniqlab banklardan,
Aşağı qilib жүріп, Şimali Koreyaning Amerikadagi bir qism boyliqlarini Amerika epiribdi Yahudiga. Aşağı qilib utibdi bu narsani. Necha kunning oldida İsrailiyadagi bir guruh Yahudi Xitoy bankisi degan bankining ustidan arz qildi. Bu to'g'ri maqola chiqdi. Nimishqa desa Xitoy bankisi Bank of China, Jungo Yinhang degan Bank of China. Chet eldagi terrorchi guruhlarniki bir yerdan bir yerga pul yetkazishlarga yordam qilganlar. Xitoy bankisiniki yordam bilan chet eldagi terrorchilar taraqqiy qilib, nurg'un ishlarni qilib, andan o'zini o'ltirib olgan bombachilar o'zini o'ltirib yurib, bizning tuqqanlarimizni o'ltirib etgan. Shunga buniki bosh jinoyatchisi Xitoy bankisi deb arz qilibdi bola. Uyg'urlarning ichida Xitoy hokimiyatining ziyonkashligiga uchrab, og'ir ziyon tortganlar bek ko'p. Mayli odam jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, har jihatdan, ro'y jihatdan bo'lsin, bek ko'p. Shunga buningdagi Uyg'urlarmi mush jihatda izni beqish kerak. Ma ahvollarga diqqat qilinglar. Bu ahvollar buniki qanday taraqqiy qiladi. Endi shu Xitoy virusining sababidan Xitoyning ustidan az qildigan ishlar intayin ko'payib ketadi bundan keyin. Uyg'urlarmi buni chin tutish kerak. Hozir chet elda Xitoy virusi sababidan jiqadam o'lib ketdi. Ammo Uyg'urlarning o'lib ketgani meni farzimcha 1 milliondan oshadi. Yaqingi 3 yilning ichida. Uyg'urlar bo'lgan ziyon bek cho'ng. Mush fursatlar bekor qo'ldan ketib qolmasin. Mush soatlik ishlarga bek diqqat qilinglar. Oxirida meniki yoshlarga deydigan bir taklifim, o'tganda men shu Twitterda namussiz guruhlarni qurib, tashviqotni kuchaytirish masalasini o'tirib qo'ygan. Buniki istatargarlik qiymati bek zo'r. Albatta men degandek, agar Amerika va dunyodagi nurg'a Allah Amerika bilan birlikda yordam qilmasa, Uyg'urlarning ish asosan hal bo'lmaydi deb. Endi shunday yordamni qo'lga keltirishda bizning tashviqotimiz bek muhim rol o'ynaydi. Uyg'urcha tashviqot emas, chet el tilidagi tashviqot. Hozir ikki guruhdagi ufqlar tashkillanib, turkcha tashviqotni olib boryapti Twitterda. Nihoyatda yaxshi. Men sizlardan bek xursand, rahmat qotqashinglarga. Endi buni kengaytirish kerak. Yaponchaga, arabchaga, andan boshqa Yevropa tillarga. Mushsada agar Uyg'urcha ish qilaman deb hozir nima qilishini bilmayotgan qarindoshlar, mushsada ishni kuchaytinglar. Uyg'urlarning ichida nima ish bo'layotganligini, Uyg'urlarga Xitoy hokimiyati qanday ziyonlarni sevayotganligini dunyo bilsin. Bilib tursin. Mushsada tashviqot qilish kerak. Shunga Yaponcha, andan keyin arabcha, mush tillarda mushni qila oladigan fuqarolar hamkorlashib tashkillanib mushlarni qilgan bo'lsanglar. Endi eng oxirida deb qo'yganim o'tgan shu Rozeti bilan Uyg'ur Project Fondining olib berayotgan 3 tur yordam qilish, iyon to'plash ishi tamomlandi. Men uni to'xtatib o'tdim. 15.600 dollarni nishon qilgan, 15.400 dollardek pul yig'ildi, $200 kamladi. Undan boshqa shu iyon to'plash jarayonida bir qism qarindoshlar Uyg'ur Project Fondiga yordam qilib, uningga $3.500 pul kirdi. Nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. 100 dan ortiq odam iyoni qildi bu ishga. Bir qism qarindoshlar bu iyonini zakot sifatida berdi. U qarindoshlarniki zakoti Alloh tarafidan qabul qilinsin. Sizlarniki duolaringiz qabul qilinsin. Men bu ishdan bek xushal. Hozir bu ishni ish proyektni qilayotgan qarindoshlarga deb bo'ldim. Ularning xabarida bor. Pul bankiga kirgandan keyin ularning qo'liga yetkazamiz. Endi Uyg'ur Project Fondiniki 6 hay'at a'zolari bor, direktorlari, katib, andan buxgalterlari bor. Bu bütün ahvollarning xabari bor. Pulniki sanqchilik, qancha tiyinchilik bularning xabari bor. Ashta kiryapti. Bivas kirgan pullarım bor. Bularning hammasini xotirlab aytib Ondan boshqa Uyg'ur Project Fondiga yordam qilingan necha 10 Uyg'urlar bor. Ashlarning xabarida bor. Bütün pullarni qadab bo'layotganligi. Shu bu jihatda xotirjam bo'linglar. Bu pullar ashlarniki qo'liga tegib joyga bordi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ondan keyin mush munosabat bilan deb qo'ydigan yana bir taklifim, agar sizlarda Uyg'urlarniki tili, madaniyati va Uyg'urlikni chet elda saqlab qolishga foydali bo'lgan projekt haqida yangi ideyalaringlar bo'lib qolsa, mangdanglar. Buni o'rlashtirib buni qilamiz. Biz muvaffaq ishlarni hammasi qilamiz bundan keyin.
Yeni bir qism iqtisodlama hal bo'lib manda bundan keyin Xudoyim bursa, shunga bu ishlarni qilib maqsaq bo'ladi. Ko'p o'yinlar alda chet elda Uyg'ur uchun, Uyg'urlikni salab qilish uchun biz nima ishlarni qilsak bo'ladi degan masala to'g'riliq ko'p o'yinlar. Bugun boshlanishlik so'zlay bir qism yalan qisqa aytyaptim. Aslida men so'zlaydigan imkon bor. Qisqa qilay deb o'ylasam, endi bak uzrab ketib qoladi. Shunga bugun bak materiallar ko'p. Qanday qilishimni tez bilolmay, shunday qisqartib baqdim, yana boshlanishlik bo'ldi. Xudoyim bursa bundan keyin imkon qadar ozroq qilishga tirishaman. Men o'zim aldarashib ketib borman hozir. İdaramda yangi vazifadan chiqib kelgan, yangi narsa o'rganib turib qilgan ish. Burungi oliy maktab o'quvchilari bir mavsum o'qib qilgan ishni bizdagi odamlar bir ish haftada o'rganib lamkin ishni boshlamasak bo'lmaydi. Ashta bo'g'ashqa vazifam bak egilishib ketdi. Uyg'urlar ishidami bak ko'p ishlarga alishirlik men. Hozir ashta bo'g'ashqa bak tirishsam yetishmay ketyapman. Shu mavzularga deydigan gaplarim, garchi shunaqcha gaplarim bor bo'lsa-mu, to'liq depolamayapman. Xudoyim bilsa, asta-asta bu ishlarni qilib ketalayman keyincha. Shunga haqiqatan kurashchi omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.